Mana oyoq kiyimlarni 1690 so'mga oladigan bo'lsangiz, unaqa jemperdan bekarlab beradi. Opog'ini ko'rsatib qo'ying. Shunaqa jemperni bekarlab olib ketsangiz bo'ladi-da. 1590 so'mga but kiyimni olsangiz, oyoq kiyimni olasiz. Srazila bitta jemperni yutib olgan bo'lasiz. Mana dvoykani so'rayotgan ukalar, mana dvoykani o'ta jinnis kelib qoldi. Men kecha emas, boyamon kiyib ko'rdim. Hozir men ko'rib turgan videoyingizda mana o'ta jinni narsa ekan, lekin menga yoqdi. Rosmoni prosta ichidan gamash kiyib olasiz. Endi yana hali nima deysiz, jemperdan but kiyimni olgandan keyin, bu dvoykani olgandan keyin jemper so'zsiz olinadi, so'zsiz qo'shib beriladi. Jo'nli podarka-yu bu. Shuning uchun akalar, bizda yangi tovarlar kelib qoldi. Juma, shanba bozor. Вообще siz o'ylamagan, Qirg'izistonda bo'lmagan bahoda o'ta arzon qilib yubordik. Shuning uchun juma, shanba bozor olib ketish kerak prosta. Endi qarang, kurtkani 899 so'm. Kurtkani mana 899 so'mga kim beradi? Hozirgi paytda rosa qish bo'lmayapti degan akalarga mana shu qish bo'lyapti. Allohga shukr. Kecha kuni video ham chiqardik. Qishligini qilmayapti debchi. Allohga shukr. Mana qorlar yog'di, qishlar bo'lyapti hozir, Allohga shukr. Shuning uchun mana biz endi El magazin elda o'ylaganligi uchun 899 so'mdan hech kim qilib bermagan, hech kim o'ylamagan bahoda 899 so'm. Prosta respektda, hech kim qilib bermaydi. Shuning uchun shu videoga bitta like bosib, do'stingizga tashlab qo'ying. Srazili ketdi do'stim, buni kurtkani olib kelish kerak ekan. Yo bo'lmasam, mo qarang, mo shimni qarang, 700 so'm. Oldin 1000 so'm sotilgan shimlar, mo ichini ko'rsatib qo'yaymi? Ichini mexini qarasangiz, o'ta bir mashalloh. Hozirgi rosa maza qilib kiyadigan kiyim-kechaklar. Prosta bu yerda arzonligi nimaga arzon deydigan bo'lsangiz, eng asosiy savol shuda. Nimaga arzon desangiz, prosta elda o'ylagan odam El magazin bo'lganligi uchun elda o'ylab arzon qilib qo'yganmiz. El magazin 899 so'm. Buni ham hozir men o'zim yopishtirib qo'ydim. 80% emas endi. Bo'lgani 90% aksiyada вообще bomba-yu. Shuning uchun men dvoyka, troyka, короче, четыреvoyka hamma siz o'ylagan hamma yo'qdan bor, xudo xolasa. Xohlasangiz bu kurtkani letniy varianti ham bor. Men o'zim ham mashinadan kiyib olganman. Men ichki mexini qarang. Maza qilib kiyyapman. Rosmoni уже sразу kiyadigan kiyim-kechaklardan arzon degani bilan premium kачестводagi kiyim-kechaklar. Haligi nekачественный kiyim-kechak emas. El magazin arzon premium kачестводagi kiyim-kechaklar. Shuning uchun mana shu videoga bitta like bosib qo'ying. Do'stingizga yo bo'lmasa aka-ukaga jo'natib qo'ying. El magazindan kiyib ketsanglar, xudo xolasa, mo qarang. Bu narsalarni qarang, o'ta jinni narsadan. Adresda Turmanjandatka 282/1. O'zingizlar bilganinglardek Alay gastitsasi to'g'risida naprotiv. Bu yoqda haligi Oblgaga ketadigan taraf, bu taraf Yangi most. Yangi mostdan chiqqaningizda уже El magazin, bu yoqda El